Ailede turupni kam qilmagan kishilarning börek, mazi bezi, baliyatqo, uruqdan, tuxumdan sog'lomligi yaxshi bo'lib qolmasdan, jigirdan osonlikcha masala chiqmaydi. Endi turib chiqsa, bozorga kirsa, tevib bozordan chiqib kelok degan hukm bor. Nihoyatda aniqki xalqimiz turubqa bir tevibning rolini o'ynay oladigan yuqori bahoni bergan. Demisimi turib ko'ktatlar ichidagi suylik haydab odam badanini sog'lomlashtirishda intayin muhim rol o'ynaydigan ham davoliq ham g'izoliq xususiyatga ega bo'lgan ko'ktat hisoblanadi. Oilada turibni kam qilmagan kishilarning börek, mazi bezi, baliyatqo, uruqdan, tuxumdan sog'lomligi yaxshi bo'lib qolmasdan, jigirdan osonlikcha masala chiqmaydi. Uyg'ur tabiblari jigarni asraydigan eng yaxshi ko'ktat turib deb tanishtirgan. Navoda jigiringizning issig'i bo'lsa, turibda kepak achchiq suyini birlashtirib, so'g'uq say qilib iste'mol qilib bersangiz, jigarning issig'ini tezla oladi. Polo, kebab, shundaqla mantiq, xo'shang qatorliq issiq taomlarni yegandan keyin muvofiq turib so'g'uq say iste'mol qilib berganda issiq tutilishining unumli oldini oladi. Suylik besimi tuvallab, suyligingizning miqdori ozlab qolsa, turib su qayniqi, ya'ni turib bilan chamg'urini silib, qaynatib, go'shtsiz holda turib su qayniqi qilib iste'mol qilganda suylikni ravonlashtirib, zaharni tozalab, jigarni, börekni umumyuzlik tozalash ta'sirini beradi. Qadrli do'stim, sog'lom yashay desangiz, oilangizdan turibni